tashkillangan bir qancha kishilik hay'atning Washingtonga kelib, hukumatimizning qurilishiga ishtirok qilishi va arqadillah, ya'ni Tonuka boshlig'idagi bir qancha kishidan tashkil topgan bir hay'atning Istanbulga kelib, hukumatimizning qurilishida muhim rol o'ynagan Sharq Turkiston Ko'chmanlar Darnigi boshlig'idagi tashkilotlarning tamsilchilarini ikki qatim ziyorat qilishi, Turkiyada hukumatimizning qurilganligi haqida davlat radio va televizion kanallarida bir qancha qatim orqa-orqadan xabar va mulohizlarning yayınlanishi va gazet va jurnallarda bu haqda nurg'unlagan xabar va maqolalarning yozilishi, universitetlarda bir qancha qatim bu haqda konferensiyalarning uyushtirilishi, nurg'unlagan Turkiya hukumat arboblarining va millat vakillarining İstanbul'daki sürgündeki hükümet erbaplarını tabriklab ziyaret qilishi bo'lib, yaqinda biz sürgündeki hükümet vakillerinin Yalva folklor eğitim merkezi tarafından uyushtirilgan 8. qatimliq xalqarалық madaniyat festivalida Sharq Turkistonning xalqining madaniyatini butun Türk dunyosidan kelgan so'ydachilar bilan paylash fursatiga ega bo'lganligimizning hammasi hukumatimizning Türk dunyosi tarafidan cho'qim desteklanganligining dalili va simbolidir. To'g'ri. Bu qatim Turkiya hukumati adish yo'ldan chiqib, Xitoyning qattiq besimiga bardoshlik berolmay, hukumatimizning ko'k bayroq ostida erkin faoliyat elib berishini chekladi. Lekin yurt ichi va sirtidagi millionlarcha Turkiya xalqi sürgündeki hukumatimizni her zaman desteklaydiganligini bildirdi. Hukumatimiz yüzlanayotgan bir qism jiddiy masalalar. Hukumatimiz yuqorida isbor qilingandek bir qism natijalarni qo'lga keltirish yo'lida nurg'unlagan suiqasd, to'sqinlik, siyosiy va iqtisodiy qiyinchiliklardan xoli bo'lolmadi. Masalan, hukumatimiz qurilib ta hozirgacha bo'lgan muddat ichida Xitoylar amdila dunyoga kelgan hukumatimizni bo'shig'idila ujuqtirib o'tish uchun har turli chora tadbir va suiqasdlar bilan davomli ochiq va oshkor holda hukumatimizga hujum qilib kelmoqda. Hukumatimiz har dunyoda surgunda qurilganlik uchun garchi Xitoy hukumati mazkur hukumat a'zolarini va bularni desteklovchilarni bo'libmi hukumatning qurilishida asosli rol o'ynagan mana o'xshash bir qism hukumat arboblarini tutqun qilib yo'qitib o'tolmagan bo'lsa-mu, lekin o'zining tarixdan beri Sharq Turkiston xalqini idora qilishda qo'llanib kelmoqda bo'lgan, o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish siyosatini qurol qilib, hukumatning qurilishidan boshlab nahayat ustulik bilan Sharq Turkistonning bayrog'ini egiz ko'tarib ichimizga kirgizilgan bizning o'z jinsimizdan bo'lgan 200 yilgacha Xitoyning qo'llari bilan hukumatning qurilishiga tish tirnig'i bilan qarshi turadigan, yana o'zimizning vijdonsiz to'g'riliqni ko'rolmaydigan ta'tir dumboqchi qarindoshlarimizdan foydalanib, hukumatimizning qurg'uvchisi va boshbaqoni bo'lgan men Anvar Yusuf Turaniga o'tnam chaplash va hukumat ichidagi arboblar orasida har turli fitna fasod tarqitib, bir-biriga ularni bir-biriga selib, ularni parchalash va boshqa hukumat a'zolarini va hukumatni yaqindan kuzatib turgan Sharq Turkistonliklarni bu usul orqali hukumatdan seskindirib, yiroqlashtirish qatorliq suiqasdlarni qo'llanib, hukumatimizning ro'yi dunyosiga hujum qilib kelmoqda. Ammo bular biz uchun garchi echinarliq ish bo'lsa-mu, lekin hargizmi hayron qolarliq bir voqea emas. $1 million
2800 kvadrat kilometrlik zengin tuproqqa sahip Sharqi Turkistonning bütün yer asti va usti boyliqlaridan va potensiyasini taran-taraj qilish va yo'q etish badaliga bütün dunyoga hukmronlik qilishni maqsad qilmoqda bo'lgan Xitoy hukmronligi ishg'oli ostidagi 35 milliondan ortiq Türk musulmonlarining milliy manfaatini ko'zlagan asosda düşmanimiz Xitoy hukumatiga qarshi qurilgan surgundagi hukumatdan iborat bir organning ichida har turli ixtilof va masalalarning o'rtaga chiqishi normal bir hodisadir. Masala düşmanning to'zig'iga tushmaslik uchun har zaman sagak turish. Agar tushib qolgan taqdirda uningdan qanday qurtulishni bilish masalasidir. Ammo mazkur surgundagi hukumatimizni demokratik yo'l bilan qurib chiqamiz deb darvozamizni cho'ng echib tashlaganligimizdan foydalanib hukumat ichiga har xil niqoblar bilan kirib ketgan tuvandagi 8 xil tabaqadagi insonlar orasida bularni dastlabki 7 xili bilan eng oxirgi 8-chi, ya'ni surgundagi hukumatga haqiqiy salohiyat tushirgan insonlar. Tabiqasidagi insonlar orasida yuz berayotgan turli xilofatliklar tufaylidan bo'libmi surgundagi hukumatimizning asosiy prinsiplariga qarshi chiquvchi bir qism hukumat amaldorlarining surgundagi hukumatning qurg'uvchisi va uning boshbaqani men Anvar Yusufga qarshi elib borgan suiqasdlik harakatlari natijasida hukumatimiz ichida bir qism achinarli hodisalar yuz berdi. Lekin bu voqealar hukumatimizning davlat asos qonuniga asosan bir taraf qilinib, mazkur voqeaning sodir bo'lishiga sababchi bo'lganlar hukumatdan chiqarildi. İçimizdeki 8 xil insonlar. Birinchi, do'st bilan dushmanni farq etolmaslik va o'zgini o'zdan har zaman ustun ko'rish va o'zgining aqliga tayangan holda o'z xalqining beshiga dafsanda qilish va ularni qurbon qilish badaliga rohat farog'at ichida yashashni baxtli deb tuniydigan va buning aksicha yurtimizning ozodlik yo'lida jafo mushaqqat tortishlarni va bu yo'lda joni molini atag'anlarni shunliq deb tunuvchilar. Buning yurt ichidagi tipik misoli oppoq vujudan boshlab Xitoy kommunist hukmronligi tarafidan tanlanib itning o'rnida o'z xalqining manfaatiga qarshi qo'llanayotgan qo'rchoq hukumat arboblari bo'lsa, buning yurt teshidagi tipik misoli surgundagi Sharqi Turkiston hukumatiga qarshi turish harakatining bo'libmi mazkur surgundagi hukumatning xalqarodagi yuzi bo'lib tunilgan men Anvar Yusuf Turaniyni har xil suiqasdlar bilan yo'qotish to'lqinida vazifalarini oshirib urullab qahramon bo'lib tunilgan Amerikadagi turdi g'ujiga o'xshash yanala shu oppoq g'ujining yangi avlodlaridir. İkinci, hem o'zga yomon bo'lmaslik, hem o'zgaga, ya'ni dushmanga yomon bo'lmaslik. Her iki tarafdan foydalanib yashash yo'lini tanlaganlar. Yurt ichi va sirtidagi yurtdoshlarimizning bir qismi mana mushu tabaqadagi insonlar bo'lib, bularning ikki puti davomli ikki kemining libiga dastaklik. Eng xatarli insonlar va bechora insonlar bular.